Orqamdagi model bir qarashda 50 minglik ko'rinishga ega. Nahorga oshga minib borsangiz ham uyaltirmaydigan. Kutib oling, Bestune B70. Avtomobil narxi 256 million so'm. Nimaga bunaqa arzon deysizmi? Chunki bu modelimiz O'zbekistonda yig'ilyapti. Bu degani zapchast va servis xizmatlaridan umuman muammo bo'lmaydi degani. Mashinamizning baquvvat yuragi Toyota'niki, korobkasi esa Volkswagen'niki. Salonga ishlatilgan materiallarni o'tirib ko'rsangizgina qanchalik yumshoq ekanligini his qilasiz. Multifunksional rul, 12 simli koziroksiz displey, avtomatik tormozlash, adaptiv cruise control, Line assistent va avtopilot kabi zamonaviy tizimlarga ega avtomobilning salon qismi keng va juda ham qulay. Avtomobilni bepul test drive qilishni xohlasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.